Mukashafatul Qullub. Shaytonning dushmanligi. Davomi: to'qlik va ochko'zlik. Agar olingan oziq-ovqatlar butunlay halol bo'lsa ham, uzluksiz ovqat yeyaverish me'dani qoraytiradi va unga zarar yetkazadi. Chunki to'qlik shahvoniy va havoyi istaklarni kuchaytiradi. Shahvoniy va havoyi istaklar esa shaytonning qurollari jumlasidan. Bunday istaklar kasridan shayton insonni osongina qo'lga tushiradi va Alloh yo'lidan chiqaradi. Iblis alayhiala va Yahyo alayhissalom o'rtalaridagi manzillarni xotirlaydi. Bir kuni Yahyo alayhissalom shayton bilan uchrashib qoldi. Iblisning qo'lida uchicha g'allab bir bog'lam tayoqlar bor edi. Yahyo alayhissalom bular nima deb so'radi. Shayton odamlarni to'g'ri yo'ldan ozdiradigan ba'zi shahvoniy va havoyi istaklar dedi. Yahyo alayhissalom ular orasida menga taalluqlisi bormi? dedi. Iblis yo'q, lekin bir marta ko'p ovqat yeganding. Namoz o'qib Allohni zikr qilayotganingda seni bir og'irlik bosgan edi dedi. Yahyo alayhissalom boshqa biron narsa yo'qmi dedi. Shayton yo'q dedi. Yahyo alayhissalom Alloh nomiga ont ichib aytamanki, bundan keyin hech qachon qornim to'yganicha ovqat yemayman dedi. Iblis men ham Alloh nomiga ont ichib aytamanki, buni boshqa biron kimsaga ma'lum qilmayman dedi. Uy jihoz va hashamga o'chlik. Kimning tabiatida uy jihoz va hashamga o'chlik bo'lsa, shayton uning zaifligidan foydalanadi. Uni o'yini va quromlashtirishga, davolarini va shiftlarini naqshlashga va xonalarini kengaytirishga chaqiradi. Go'zal liboslar va ulovlar bilan ko'zini o'ynatadi. Bunday ahvolga tushgan odam hoyu havaslarga beriladi. Hech qachon o'lmaydiganday harakat qiladi. Shayton uni shu yo'lga soldimi, ortiq hech qachon bu holatdan qutulolmaydi. Chunki bu ahvoldagi odamlarning havaslari hech tugamaydi. Shu tariqa iblis yo'lida hoyu havaslarni deb umr o'tkazarkan, ajal yetib kelganini ham bilmay qoladi. Qarasaki hech bir ish qilmaydi. Olamdan bunday imonsiz o'tishdan qo'rqmoq lozim. Xuddi Xudo saqlasin. Hovliq Malik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shoshqaloqlik shaytondandir. Bomil xotirjamlik va mo'tadillik Rahmondandir dedilar. Mo'tadillik o'rniga shoshqaloqlik boshlanganda iblis insonga sekingina bir tarafdan bildirmasdan gunohni qabul qildiradi. Rivoyat etishlaricha, Iso alayhissalom tug'ilgan kuni shaytonlar to'planib iblisning qoshiga kelib bunday deydilar: bu kecha butlar oyog'i osmondan bo'lib yiqildi. Iblis bu xabarni eshitganda shoshilganlar bu yangi hadis deydi va darhol yer yuzini aylanib chiqadi. Lekin biron yangilik topolmaydi. Faqatgina Iso alayhissalom tug'ilganini va
farishtalar uni ziyorat qilganlarini ko'radi. Ortiga qaytib bunday deydi: o'tgan kecha bir payg'ambar dunyoga kelibdi. Har bir tug'ilgan boladan mening xabarim bo'lardi, faqat bunisidan xabarsiz qoldim. Iso payg'ambar dunyoga kelganida insonlarni butga sig'inishlaridan mo'minlarni uzgan shaytonlarga qarab ulug' bobolari iblis bunday deydi: bundan buyon odamzodni engiltaklik va shoshqaloqlik tomiridan tutaman. Mol mulk va pul ehtiyojidan ortiqcha har qanday mol mulk insonning to'g'ri yo'ldan ozishiga va toyib ketishiga olib boradi. Kishining turli hashamat ichida yashashi uchun shaytoniy harakatlariga boshlaydi. Boyligi kerilgan inson har taraflama Alloh yo'lidan chiqadi. Xasislik va qashshoq bo'lib qolishdan qo'rqish. Xasis va qashshoq bo'lib qolishdan qo'rqib yashovchi kishilar muhtojlarga yordam bermaydi. Mol mulkini va pulini juda ehtiyot qiladi. Xasis odam ko'proq mol mulk orttirish uchun hirs bilan o'zini to'rt tarafga uradi. Butun kun turli yerlarda va ko'chalarda izg'ib yuradi. Ko'chalar esa shaytonlar uyi qurgan joylardir. Ta'assub cheklanganlik. Bir toifa insonlar bo'ladiki, ular o'z mazhabidan tashqari yoki fikrlariga mos kelmaydigan kishilarni yoqtirmaydilar, ularni tuban ko'radilar. Bunday hol va xatti-harakat jamiyatni kemiruvchi, oxir oqibat ziyon yetkazuvchi juda yomon illatdir. Ulug'lar shunday ta'assubga duchor bo'lgan ko'pdan ko'p jamoalar bir-birlariga kek saqlab yovlik qilishadi. Iblisning bunday degani rivoyat qilinadi: Muhammad ummatini aldab bir qancha gunohlarga pul urdiradi, lekin ular tavba qilib boshqa bu gunohdan uzoq bo'lishi bilan meni mot etadilar. Men ham bu safar ularni tavba qilinmaydigan gunohlar bilan aldadim. Bular botil va fosiq, asossiz va buzuq e'tiqodlar, taassuf va kekdir. Ma'lum to'g'ri aytadi. Chindan ham bir qator kishilar botil va fosid ishonchlarga bog'lanib qolganlar. Ularning aksariyati o'z mazhabidan bo'lmagan va boshqacha fikrlovchi kishilarga nisbatan kek saqlab yovlik qiladilar. Ularga harakatli nazar bilan qaraydilar. Ayni chog'da bu amallari to'g'ri emasligini va tavba qilish kerakligini bilmaydilar. Badgumonlik. Musulmonlardan gumonsirash, ya'ni badgumon bo'lishdan qochish vojibdir. Qachon bo'lmasin bir odam ikkinchisidan badgumon bo'lib ayblarini qovlashtirayotganini ko'rsang, bilki bu kishining ichi qora va kirdir. Uning bunday o'tgan ketganni aybini kavlashtirish, o'zidan atrofga yoyilayotgan sassiq va hid va iflosliklardan iboratdir. Shu o'rindagina kishining to'g'ri yo'ldan chiqishiga sabab bo'luvchi ba'zi yomon sifatlar va fe'llarni qisqacha izohlaylik. Bilingki, shaytonning vasvasasi shu yo'llar orqali bandani adashtiradi. U holda bu yo'llarni bekitmoq yana
bu yomon sifat va fe'llarni tark etmoq va Allohni zikr qilish bilan shaytonlarga qarshi yordam talab etmoq har bir musulmonga vojibdir. Mukoshafatul qulub, omonat, tavba. Payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallam bir hadislari mazmun bunday: mening xulqimga ergashmagan va menga salovat aytmagan kishi jannat yo'lini yo'qotib qo'yadi. Bilingki, omonat qilmaslikning o'zagi amindir. Amin bo'lmoq qo'rquv va andisha va ehtimoldan xoli bo'lmoqdir. Omonatga rioya etilgan joyda birovning haqqi o'tganini to'g'risida andishaga borilmaydi. Omonatning teskarisi xiyonatdir. Bu so'zning uzog'i ham nuqson va yetishmovchilik ma'nosida keladi. Chunki bir joyda kimgadir xiyonat qilinsa, unga yetishmovchilik, kamomat yetkazilgan, ya'ni bir narsasida yo'qotilgan va o'zlashtirilgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday deydilar: hiylagar va xoin kishi jahannamdir. Kim insonlar bilan oldi-berdisi va muomalasida ularga zulm o'tkazmasa, gaplashganda yolg'on so'zlamasa, uning insonligi kamol topadi. Odamlar adolati ko'zga tashlanadi. Bu birodarlik burchi bajarilgan bo'ladi. Bir badaviy arab maktabidagi qabilasi omonatni ehtiyot qilishni juda yaxshi ko'radi. O'zlariga qoldirilgan omonatga hech tegmaydi, xiyonat qilmaydi, va'dasidan qaytmaydi. Musulmon odamni hurmat qilishda qusurga yo'l bermaydi. Ularga qoldirilgan omonat aslo zoya bo'lmaydi. Ular ummatning eng yaxshilaridandir. Men G'azzoliy deymanki, bu badaviy arab maqtagan insonlar olamdan o'tib ketishi. Biz bu zamonda ularga o'xshashni topmaymiz. Shu sababli shoir bunday deydi: inson kimga aytsin axir o'g'rilarni, qaydan topsin xolis do'stu to'g'rilarni. To'g'ri yon boqib inson zotin topolmaydi, qurar faqat libos kiygan bo'rilarni. Huzayfa roziyallohu anhu naql etishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday zamon keladiki, omonatga rioya yo'q bo'ladi. Insonlar oldi-berdilarida bir-birlariga ishonishmaydi. Omonat o'z egasiga topshirilmaydi. Mabodo birontasi omonatni egasiga topshirsa, u haqda falon oilada omonatga rioya qilinadigan bir kishi bor deyiladi. Ey birodarlar, oyatlar va hadislar qat'iy bir narsa bor: tavba qilmoq, ya'ni yomon fe'l-atvorlarni tark etmoq va go'zal axloqli bo'lmoq vojibdir. Alloh taolo marhamat qiladi. Barchangiz Allohga tavba qilingiz ey mo'minlar. Shoyat shunday najot topsangiz. Nur 31. Bu oyat hamma uchun amirdir. Bunga ko'ra kim bo'lishidan qat'iy nazar barcha mo'minlar tavba qilishlari, ya'ni yomon
fe'llarini agar bor bo'lsa tark etishlari va go'zal amallar bilan bezatishlari vojibdir. Yana Alloh taolo marhamat qiladi.